Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Adam Avtouz jamoasidan nima uchun sug'urta qilish kerak yoki tonirovka degan savollar ham bo'lib qoladi. Biz shu paytda aytardikki, bizni birinchi afzalligimiz sizga biz qo'limizdan kelgancha harakat qilamizki, shu bazaviy narxi 160 ming so'm barcha viloyatlarda yengil avtomobilga. Shu majburiy sug'urtani 30 ming so'm kechbek evaziga 130 ming so'mga xalqqa beramiz. Bu birinchi afzalligimiz. Va qo'limizdan kelgancha maksimal darajada tez, oson, qulay qilib PDF yoki ofisga kelsangiz qog'oz varianti shaklida ham beramiz. Va yo'l transport hodisasi bo'ladigan bo'lsa, Alloh saqlasin bunday holatlardan, bu bo'yicha ham bizning mutaxassislarimiz bor, Yevroprotokol yoki baholash xizmatlari bo'yicha ham yordam beramiz akalar. Bu bilan cheklanmasdan va kelasi yilda sug'urta polisining muddati tugashidan oldin ham operatorlarimiz, ya'ni call centerimiz sizga aloqaga chiqib, falonchi aka, sug'urtangiz sroki tugabdi, shuni rasmiylashtirib oling deb ogohlantirib, yana bir nima deydi, skidka bo'lsa, skidka holatda sizga rasmiylashtirib berishadi.